Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Ham ishimizni yakunladik. Bu yerga 4 taroq veranda qo'yib berganmiz. Akfa brendda bir qavat UDV aynalarda bo'lgan. Ustidan alkaforlar o'rab berganmiz. Inshaalloh bu xonadonga 3-marta tashrif buyurishimiz. Oldingi ishlarni qo'yib berganmiz. Go'zal holatda turibdi. Mana Akfa effektini o'zgartirmaydimi, rangi o'chmaydimi deganlarga mana shu 2022-yil noyabr oyida bo'lgan. Bu yerda yana ishlarimiz bor. Hop, bu yerda qilingan ishlar 3 taroqning ikkitasi ochilish bo'lgan. UDV aynalarda. Inshaalloh ligiroflar o'ta go'zal holatda. Ustidan chiroq alkafon o'rab berganmiz. Pastda abisovka yosh kerak ish bo'lgan ekan. Doimgidek Akfa brenddan tayyorlarga har doim alkafonlar, qisqa sovuqchidan alkafonlardan qo'yib berganmiz. UDV aynalarda. Inshaalloh yozda salqin qilib beradi. Xo'p, ichki tomondan ko'rinishlarga keladigan bo'lsak, domnoz ochilishlari, saklari degan akalarimizga ichki tarafdan ko'rinishlar hech qanaqa UDV aynamiz qorong'i qilib qo'ymaydi. Eshigimiz ham ochilishlari, ikki qavatimiz keng ochiladi. Bu yerda so'rida yana bitta ochilish qilib berganmiz. Hop, narxiga keladigan bo'lsak, 8,5 millionga bo'lgan. Bu oralig'imiz 236 ga 170 va bu oralig'imiz 268 ga 170 bo'lgan. Hop, eshigimizga keladigan bo'lsak, 137 ga 249 bo'lgan. Bu oralig'imiz 188 ga 170 bo'lgan. Mana oldingi qilgan ishlarimiz ham inshaalloh chiroyli holatda turibdi. Oldin ko'rinishlari. Kimga shunaqa sifatli Akfa xizmatlar kerak bo'lgan bo'lsa 99 qoldirman 007 82 92 nomeriga murojaat qilasizlar. I'm unstoppable. I'm a butcher with no brain.